Biz bugün Beşik meşitine kildik. Biri de maxsus harbiy operatsiyada xizmat etuvchi yigitlarimiz ham halak bo'lgan yigitlarimiz istaligine bağışlangan bik ko'rkam motor shara uzashaq. Allah'ın ko'rkam ismi bilan salomlayman. Har barchamizga kelgan kishilarga esenlik, sog'lik, qo'ylaringizda tegizlik, mashhurlik. Payg'ambarimiz aytdi, qo'yg'ida da suyunchda birga bo'ling'iz dedi. Onun vasiyatini o'taymiz cho'bit. Chunki biz agar birga bo'lsak, butun narsaning qo'yg'isini vaqtda, suyunch vaqtda birga bo'lsak, bizning hallarimiz yengilroq bo'ladi. Billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun. Kelgan qo'noqlar, birinchi siratda endi bizning rayonimiz boshlig'i Mixail Polshiyevdan sizga salomlar yetkazim kelar. Mana bugungi majlisni uyushtirgan Haydar sizga bek zo'r rahmat. Bek yengil tugul vaqtlarda yashaymiz. Shunga ko'ra mana shulay birga yig'ilib, birga bo'lsak, bizga yengilroq bo'lacak. Mana sizga endi bunda bizning maxsus harbiy operatsiya qatnashchilari, jamoatlari, xalal juftlari bunda kelgan. Sizga bek zo'r rahmat. Shunday ularimizni istirganingiz uchun, ular bugungi kunda bizning shunda o'zimizning yerimizda tinch yashash uchun, ishlash uchun tirishadilar. Volontyorlar bilan bek zo'r rahmat. Ular endi birgalab shulay yig'ilib, shunday gumanitar gruzlar jiberalar. Ular uchun bek zo'r rahmat sizga. Shunday medal chiqardi, za pomosh frontu deganimi? Bu bizning bu medalni endi biz bir operatsiyaga yordam etgan ko'p ulush kiritgan kishilarga shu medallarni biz topshiramiz. Bilganingizcha biz bitta og'ir vaqtlarda yashaymiz. Hozir bizning maxsus harbiy operatsiya bor. Shu operatsiyada bizning Zernaduz şehrinden, rayonumuzdan bik küp yigitlerimiz katnaşa. Kimning balları harbiy operatsiya katnaşa alar sağ selamet, isen sağ qaytsınaydı. Kimler kızganışka karşı ölüp kalışlarının kaygılarını ortaklaşam. Allah Teala'nın Allah şiksiz rahmetleri, bereketleri hem bizge her bir taraftan dinimizde, iman baylıklarında, hidayetinde, izgi ameller bilen gıybedetli turmuşlar verip, ahirette de özümüzge, gailelerimizge, balalarımızga, anıklarımızga da şu mengelik Allah'ın rahmet cennetlerinde taburga Allah Teala barımızga nasip etseydi. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ